Ra'no opa, 2026-yilni nima bilan boshlamoqchisiz yoki dam olmoqchimisiz? Yo'q, dam olish menga emas, dangasalar dam oladi. Dam olish ularga qoldiramiz. Bizda rejalar juda ham ko'p. 2026-yilni yana xalqaro podiumlar bilan Yevropa mamlakatlaridan boshlaymiz, xudo xohlasa. Ra'no opa, yana Parijga uchasizmi? Xudo xohlasa, 2026-yilni yana Parij xalqaro modalar namoyishi bilan boshlaymiz. 2025-yilda 24 ta o'quvchini har birini bir necha marotabadan bir nechta xalqaro podiumlarga olib chiqqan bo'lsak, 2026-yilda maqsad qilganmiz, inshaalloh eng kamida 50 ta o'quvchini har birini bir nechtadan xalqaro podiumlarga olib chiqishlikni niyat qilganmiz. Agar siz ham muvaffaqiyatli brend va daromadli biznes egasi bo'lib, mana shunday xalqaro podiumlarga o'z yaratgan shaxsiy kolleksiyalaringiz bilan qisqa muddatda ishtirok etib, muvaffaqiyat cho'qqisiga chiqishni xohlasangiz, meni kuzatishda davom eting.